katta grijalarni, nerv ildizini qisib qo'ygan grijalarni operatsiyasiz davolab bo'lmaydi deyshadi. Mana 15 mmlik grijani operatsiyasiz ikkita kursda 5 mm gacha davolaganimiz. Ya'ni 15 mm bizda qoldi всего лишь 5 mm. Mana bemorimizni o'zlari bular bizga 15 mmlik grija bilan sentabr oxirida murojaat qiluvdilar. Biz bularni gazeta ikkita kurs davoladik. Ikkita kursdan keyingi повторный MRT qildik. Mana MRT snimkalarini, kompyuter variantlarini ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana Semyonov va Dono sentabr oxirida qilganlar, oktyabrda bizga 15 mm gacha L5S1 sohasidagi oqib chiqqan grija bilan murojaat qilganlar. Bu esa aksialniy razrezda, ya'ni в глубину 12 mm gacha bo'lgan grija. Ikkita kurs davomida davoladik. Hali ularning yana 3-kursi bor. Ikkita kursdan keyingi natija mana ko'rsangiz bor, L5S1 sohada почти grija yo'q, 80% ga so'rilgan. Повторный MRT 17-yanvarda xuddi o'sha bemor. Bu esa mana aksialniy razrezdagi holat. Natijamiz chiroyli. Bu уже nechinchi bemorimiz bizni ko'rsatib berayotganimiz. MRT do kelgan katta razmer. И после operatsiyadan keyin so'rilgan. Bunaqa bemorlarni juda ko'p ko'rsatganmiz. Endi Dono opa, bitta o'zingizni qanaqa bo'ldi o'zi bular? Bizga qanaqa kelib qoldingiz? Mana shu og'riqlar qanaqa bo'ldi? Bitta tushuntirib bering. Menda vaqti bilan oyog'im rosa og'rib, belim og'rib, yotolmay, o'tirolmay bo'lib qolardim. Prям yomon qisib qolardi. Keyin обезболивающийlar qilib yurgan paytlarimda bitta MRT qilib ko'ring, nima bo'lyapti, nimaga menda mana shunaqa holat qayta qaytarilyapti deb qarasam, menda 15 mmlik grijam bor ekan. 5 ta har xil xirurg, neyroxirurg vrachlarga qatnaganimizda, ko'rsatganimizda hammaligisi bizga обязательно operatsiya qilishinglar shart. Уже men juma kuni gaplashgandim oxirgi vrach bilan, dushanba kuni men уже operatsiyaga tayyor bo'layotgandim yotishga. Lekin meni tanishim aytib qoldilar, mana shunaqa joy bor, borib qarab ko'ring. Endi operatsiya bu juda ham seriozniy narsa, har xil последствияsi bor, qanaqa asoratlari bor, har xil. Uni operatsiyadan keyin nima bo'ladi, qanaqa qilib tiklanishingiz hali hech kim bilmaydi-da. Hammada har xil kechib o'tadi-ku bu narsa. Тем более men yoshman, normalniy yuribman. Orib turadi tam, lekin baribirga ham unaqa prям критический situatsiyada emas edim. Shu bilan sizlarning oldingizga keldim. Siz menga rahmat, kattakon. Operatsiyasiz davolanolmaymiz dedilar. Men ishondim. Полностью gaplar nima degan bo'lsalar hammasini qildim. Xudoga shukr, mana ikkinchi rezultat. Ikkinchi nima dedi? Ikkinchi kurs. Ikkinchi kursdan keyin mana shunaqa zo'r rezultat, 15 mm dan 5 mm gacha kichraydi grijam. Hozir xudoga shukr bemalol yuraman. Unaqa og'riqlar вообще meni bezovta qilmayapti. Rahmat sizga. Bular keyin aytib bera olasizmi, o'zi birinchi kursdan keyin men hammaga aytaman. Bizda fiziologiyani tiklaymiz, immunitet tiklash uchun o'sha qon aylanish sistemasi, mikrosirkulyatsiya, nervniy provodimostlarni yaxshilab bo'lganimizdan keyin rezultat samara nastupaydi. Birinchi kursdan keyin diskomfort bormidi sizda? Birinchi kursdan keyin qarang, unaqa bo'lmadi. Например, там волшебный палочка bilan siz qildingiz, taram сразу там menda hamma narsa zo'r bo'lib ketmadi, конечно. Birinchi kurs o'tgandan keyin где-то o'sha birinchi kurs tugagandan keyin 2 haftadan keyingina обезболивающий rezultat sezdim. То есть сразу bo'lgani yo'q. U постепенно kamaydi. Lekin bizda kelganingizda уже yurishga, o'tirishga qiynalardingiz, lekin ular уже klinikani o'zi tiklandi, to'g'ri? Ha. O'shaning uchun biz bemorlarga har doim aytamiz, bizga kelganda 10 kunlikda maqsadimiz fiziologiyani tiklab olish. Boyagi shtob uyga ketganlardan keyin mana aytdi, 2 haftadan keyin og'riqlarim qoldi boshqa. Nega? Mana shu uyga ketgandan keyin bemor o'zidan o'zi yaxshi bo'lib boravish kerak. Uning uchun fiziologiyani tiklab qo'yishimiz kerak bizga. Tabiiy bo'lish kerak bo'lgan narsa. Hozir bularga yurib ham ko'rsatamiz. Papa bitta yurib ko'rsatib beraylik. Qo'y. Qani, Dono opa mana
yurishda charchash boshqalar bormi sizda? Вот qarang, ikkinchi martalab kelganimdan keyin o'zi har doim ko'p ishlar qilsam, uyda ko'p uzoqqa borib peshkom borib kelsam, tez charchab qolardim. Shu ikkinchi marta lecheniya olib ketganimdan keyin 2 haftadan keyin o'sha o'zimni ko'proq energichni sezishni boshladim. Da, tiklanib o'sha charchamaydigan bo'lib qoldim, rostini aytsam. Hatto yotib olaverardim. Ozgina ish qilib, sразу voy charchadim deb yotib olaverardim. Hozir unaqa Bu faktor nima bilan bog'liq? Boyaga aytgan gapimizga yana qaytamiz. Qachonki fiziologiya tiklansa, immunitet tiklansa, organizm o'zini o'zi davolashni boshlaydi. Boshqa bemorlarga, masalan, katta grijasi bilan murojaat qilayotgan bemorlarga tavsiya qilasizmi? Конечно, tavsiya qilaman, chunki operatsiyadan keyin nima bo'lishi hali hech kim bilmaydi. Bu yerda esa operatsiyasiz bemalol davolansa bo'ladi. Grijada yagona yechim operatsiya emas. Agarda siz operatsiyasiz davolanmoqchi bo'lsangiz, unda Eldor Nevrodok klinikasiga murojaat qiling.